Assalomu alaykum. Mana yana bitta mebelimizni qo'ydim. Instrumentlarim turibdi. Kirganman mana shu prixojiga. Navbatdagi patologacha bo'lgan mebelni qo'ydik. Mana tepasi bosilib ochiladi. Pasti mana chiroyli ruchkalar qo'yilgan. Pasti mana chiroyli prixojiga qo'ydik. Tepasiga mana pantograf qilib qo'yib berdik. Tortsa bu tushadi. Kiyim olgandan keyin tushib turadi. Keyin bemalol ilasiz, bo'y baravar bemalol bo'yingiz yetadi. Kiyimni ilib bo'lgandan keyin yana bunday ko'tarib qo'yasiz. Mana shunaqa chiroyligina mebelchamizni qo'yib berdik. Yopilishlari mikrolift bor.